Hammaga assalomu alaykum. Mana bugun bizlar bitta obyektimizni tugatdik. Noldan olgan edik. Tekis yer edi. Mana shunaqa tekis yer edi. Bugun tugatdik. Egalaridan bizlar haqida fikrlaringizni so'raymiz. 7 oy oldin boshlangan obyekt bugun tugadi. Tugadi. Ichkari nol bo'ldi. Tashqari endi asosda. Zo'r aka, haqiqatan ham maza qildim. Bu jarayon qiziqarli o'tdi. Barcha bizni obunachilarimiz ham kuzatib yurishdi. Buning uchun sizga alohida minnatdorchilik bildiraman. Rahmat sizga. Uylar sizga yoqdimi? Ishlarimiz yoqdimi? Barcha ishlaringiz, ustalaringiz, umumiy mana shu Farhod dizaynning jamoasi sahna oldi va orqasi hammasi kачественный, tekis, vaqtiga ishlaydi. Bir kun bor, bir kun yo'q, unaqa gaplari yo'qmi? Hattoki даже ovqatlarni qilishigacha o'zingiz qilib berdingizlar. Men biror marta na magazinga bordim, na ovqat tayyorladim. Faqat kelib uyni qabul qilib oldim. O'zi bizlarning maqsadimiz shu, bizlarni chaqirgan odamlarga ularni sarson qilib qo'ymaymiz. U olib kelib, bu olib kelib, hammasini o'zimiz hal qilib ketaveramiz. Sizni tanlaganimizdan sababi shunda. Bizni ortiqcha muammoni ichiga tashlamasdan shu muammolarni yechib berishingizda. Shunaqa. Ko'pchilik nimalar bor, prorablar bor. Ularga ishni topshirsa agar, unisini olib kel, bunisini olib kel, bunga keling, unga keling. Mana shunaqa og'rigarchiligi ko'p. Sizlarda mana shu muammoga yechim bor. Bizlar o'sha shu yo'l uchun chiqqan ishni hal qilib beramiz. Bemalol uy egasi o'zini ishi bilan, misol mana bu obyektga ham kelgan bo'lsangiz, bir 10 marta, 15 marta kelgansizda. Jo'q, ko'p sarson bo'lmagan. Ishimiz tadbirkorlik. Bu vaqtni borib ishimizga, biznesga bersak, ko'proq daromad olamiz. Bu yerdagi ishlarni sizlarga topshirsak, ko'nglimiz xotirjam. Aka, siz ko'p nima restoranlar qurgan, ko'p uylar qurgansiz. Kачество qanaqa kачество? Sifat a'lo darajada. Buni o'zingiz ham amalda ko'rdingiz. Ya'ni hattoki bir ikkita narsalarni ustalar o'zini xohishida qilayotganda biz ularni to'xtatib, yanada yaxshiroq, sifatliroq qilishga harakat qildik. Shuning uchun sifat o'zimiz kutganimizdan ko'ra yaxshiroq natija berdi. O'zi uyga kirib bitta detalma ko'rsatamizmi? Xotirjam. Shuncha qilgan ishingizni e'tirof qiladigan payti aynan bugun aka. Bu videoni oxirigacha ko'ring, endi ichkariga kirib to'liq ko'rsatamiz. To'g'risi Farhod akamni qancha ta'riflasak ham oz. Shuning uchun bu insonni mana shu ishlarni to'liq ko'rsatsak, kim uchundir agar manfaatli bo'ladigan bo'lsa, biz xursand bo'lamiz. Bu kishini yoki boshqa narsani maqtanish uchun emas, shunchaki akani butun jamoalarni qilgan mehnatlarini e'tirof qilish uchun ko'rsatsak bo'ladi. Ketdik bo'lsa. Shunday olsa, vaumi, remont konkretni chiqdi, xudo xolasa. O'zlari ham aytib berdilar, shunday ko'rganda o'zi ham bilinib turadi. Mana devorlar, svetlar svetli tanlangan, hammasi bir-biriga mos, aralash kraskalar yo'q. O'zi 3 ta svetdan foydalangan. Mana oq, mana bu rang и pol, taxta. Buni bundoq ochsangiz, bu yoq kuxni, holdan kirasiz kuxniyaga mana. Xo'p, mana bu yoqda mana bunaqa kuxnilar qilib berdik. Hammasi detal, kachsin chiqing, olib keling. Xo'p, mana bu kafelarni ham отдельный faqat o'zini oxiriga yopishtirgan mana bu ugullari, mana buni ko'rsating, mana bu yerni ko'rsating. Mana bu ugullarga konkretni urg'u berganmiz. Zazorlari yo'q, kafelni o'zini oxiriga yopishtirib, plintus, unaqa podsvetka, hammasi bir-biriga mos. Hammasi kачественный. Batareyalar, uylar issiq. Mana tashqariga hovlicha ham bor, hovlicha. Mana shunga ham nima qilgan? Bemalol kelaveradi, toza bu yer. Mana trap qo'ygan, yomg'ir yog'sa, qor yog'sa, bemalol mana shu trapda oqib ketadi. Mana shunaqa sushulka, eshikni ochib qo'ysa, toza bo'ladi. Hammasini bir-biriga moslab, chiroyli qilib ketganmiz. Mana bu yerda bitta sanuzil bor. Mana. Sanuzilga endi o'zingiz bitta baho berib, bitta like bosib, kommentariyaga fikringizni yozing. Mana shunaqa kafelam bittasiz mana. Kafelam 1,5 ga 75. Mana shunaqa selli bo'lgan. Уже bu safardan ko'rsangiz, xudo xolasa, ana Dubaylarnikidek katta yopishtiramiz kafelarni. Mana stralni bor, rakivna. Mana bular odamni ko'rsa o'zi yonadi. Mehnat qilish shart emas. Bu yo'q, installyatsiya hammasi nima qilgan, buni turni en oxirgi modellardan. Har bitta spalniga отдельный o'zini sanuzili bor. Hali bu
uy egalari bugun ko'chib o'tyapti. O'sha uchun tayyor. 99 tayyorda. Mana bunga отдельный. Ojonaga spalni bu. Mana отдельный bunga ham sanuzel hammasi внутренний sistema qilgan. Ham podvisno unitazlar, hammasi oxirgi model. Mana mabullar ham внутренний sistema. Hammasi chot qilingan. Issiq yotibdi uylar, mazza qilib yashaydi. Yaxshi kunlarga o'tirsin. Gapirish mumkin emas. Remont qanaqa chiqqan? Fikrlaringizni kommentariyga yozib ketinglar. Bitta ko'rsatib ketaman. Ikkinchi etajga chiqamiz. Lestnisadan chiqib kelasiz, hammasi bir xil razmerda. Ranglarni ham tanlangan. Bu bilan bu bir xil, bu bilan devorli oq, patolog oppoq. Mana bu ham lestnisaning sveti. Hammasi bir-biriga mos. Lustralarni uy egalari o'zi ham opitnida. O'sha uchun mana shunaqa bir maslahat qilib chiroyli chiqargan. Dizaynga ham gap bilish mumkin emas. Patologni mana shunaqasini ko'rgan edingizmi? Ko'rgan bo'lsa bitta like bosib qo'ying. Mana shunaqa chiroyli oxirgi model. Oxirgi yangisi. Mana bu yerlarga hozir yopib beryapti. Gulxoy qilib ketmaganda mana shu joyga ham polka, mana shunaqa chiroyli vid berib ketgan. Ham ishlatadi. Narsalar, kitob, любой narsani qo'ysa bo'ladi. Bu bo'ynagi nima? Havlidan mana. Do'q ko'rsatsangiz. Xo'sh, shom bo'lyapti-da. Bu yoqlarda spalni. A uni ko'rsataman, kotelni. Xo'p. Mana shu kotelni. Kotelni ham lekin mana shu ikkita etajli imorat bo'lsa ham kotelni chiroyli kam xarajat qilib chiroyli qilib bergan. Mana bollar 200 litrli bollar qo'ygan. Shunday suvni ochsangiz issiq keladi. Hammasi chotki. Mana bu pollar, teplli pol. Mabodo remont qilsangiz ham, mana trap qo'yib ketganmiz. Bu yoqda bardor qilgan, suv to'lsa ham oqib ketaveradi. Uyni suv bosmaydi. Bu detskimiz, bolalar xonasi, detski emas, xullas bolalar xona. Mana shunaqalar bilan mana. Bu nima uchun kerak desa, mana shunaqalari odamga nima beradi-da? Nima de kayfiyat beradi-da. Bolalar mana bu ikkita stulni qo'yadi, dars qiladi. Shuni ustiga galagan qo'ygan, bizlar lustra qo'ymagan. Lustra bor edi, lustrani olib ikkita galagan qildi, mana shu yerga dars qilib o'tiradi. Bu yoqda mana kitoblarni qo'yadi. Kitob qo'yadigan joy ham ko'p. Ikkita nimasi bor, kravati bor, ikkita tumbushka qo'yadi. Shuni o'ziga mana garderobni qilib bergan mana. Garderobni o'zi tayyor, kostyum burukchalar tayyor. Bolalar hali ko'rmagan uyni. Mana shunaqasi zo'rda maza qilamiz. Mana bu yoqda sanuzil bor. Bolalarning o'zini sanuzili bor. Komfort uchun-da, o'sha uchun chotga chiqadi-da. Kirib maza qilib yuvinib chiqadi. Lekin mana bu yerning vidi boshqachada. Mana bunaqa qilib maza qilib tomosha qilib o'tirsa ham bo'ladi-da. Mana shunaqa. Keyin bu yoqdan bitta balkon bor. Mana. Bu yoqdan balkon. Mana. Kofe ichib, o'ylab tursa bo'ladi-da, ijod qiladi-da. Balkonda chiqib kofechani urib, hammasini bittama-bitta qilib berdik. Mana shu obyektimizga 10 kun kam 7 oy bo'ldi. 7 oyda 0 dan mana shu prosesgacha keldi. 100% tayyor. Tashqarini qilmaymiz dedilar. Tashqarini qilib bermadik. Chistovoyni bitta fasad bilan toshi qolgan. Lekin qolgani bo'ldi. Nima deb o'ylaysiz? 7 oyga mana shunaqasini qilsa bo'lar ekan-ku. Bemalol. Shoshilmasdan. Bitta kvartirani misol 4 oy 5 oyga qiladi. Mana shu bizlar 2 etajli obyektni 7 oyga tugatib berdik. Fikrlaringizni yozinglar, qanaqa chiqqan ekan? Yaxshi chiqqan bo'lsa, yaxshi yozinglar, yomon bo'lsa, yomon yozinglar. Hammaga rahmat.